Toshkentdagi eng baland mashinalardan bittasi sotilyapti. Bu Cadillac IQ 1000. Bunaqa mashinadan adashmasam Toshkentda ikkita dona va ulardan bittasi mana sotilyapti do'stlar. Boshqa mashinalarga qaraganda bu mashina juda ham baland. Buni podveskasi bor. Hozir bu pastroqda turgani. Bu podveskasi yana teparoqqa ko'tariladi, mashina yana ham baland bo'ladi. Orqadagi ballonlar oldindagiga nisbatan qarama-qarshi buriladi va bu uni tezroq burilishiga yordam beradi. Bu to'liqligicha elektrический Cadillac IQ 1000. Shuning uchun faralari ham zamonaviy qilib, boshqacha qilib ishlangan. Texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, bunda 205 kilovatga ega bo'lgan batareya turibdi-da va zapas xudi 740 kilometrga yetadi. 0 dan 100 ga shu gavdasiga to'g'ri 7 sekundda chiqadi. Bunda 750 tot kuchi bor. Mashina 7 ta o'ringa mo'ljallangan, 2 ta kapitanskiy o'rindig'i bor. Oldinda 3 ta asosiy monitor va o'rtadagi konsolda ham klimat kontrol uchun va boshqa funksiyalarni bajarish uchun monitor ham bor. Salonga koja did bilan ishlangan, plus yog'och elementlari bilan. Buni kengligini qaranglar do'stlar, ham baland, shaharda eng balandlaridan bo'lib yurasizlar o'zi ham. Eng qiziq joyiga keldim. Mashinaning narxi $170 ming turadi. Agar bu mashina sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, pastda egalarning raqamini qoldirdim. Aloqaga chiqib, bu mashinani xarid qilsanglar bo'ladi.